shunga shuncha urish kerakmi shunga? Sen odam bo'lmaysan sen. Tinchlikmi? Pochchin janjal qilyapti. Dabdalasini tortaymi hozir? Yo'q, qo'y, aralashma. Ha? Pochchin siqilib yurgan ekan, pulini xatga qo'yishni bilmasdan. Bechara yerim siqilmasin deb o'zimga oldim. Dajicha shu yo'qolib qolsa ham siqilmasin deb o'zimga bir razmer kichkinasini olganman. 10 kundan beri yech olmayman. Ko'rding? Kallam ishlaydi. O'zingni foydangga ishlaydi-da. Pochchin yana janjal qildi. Yana nima qilding? Deyarli hech narsa qilmadim. Kecha pilosos qo'yatdim, simga qoqilib tushdi. Ha becharam bosh yorilmasin deb atiga 42 millionga simsiz pilosos oldim. Endi shunga gapirish kerakmi? O'shada Urish kerak edi seni. Ishqilib bugun janjal qilmasdan? xullas. Pochchin asabiy bo'lib qolgan. Yaxshi dam olmaydi. Tushida alaqsirab chiqadi, yomon tushlar ko'radi. Kechasi turib o'zidan o'zi urib yuboradimi, bilmayman. Hammasiga mana shu armusodan qolgan oyimni paxtali yostig'i sabab deb bugun mer pastelga borib shu premium yostiqlarni olib keldim. Yomon reklama qilding, bitta yotib ko'ray qani mana. Alo aka. Men senga aytdimmi? Ering gapirdimi yana? Yo'q, yostiqqa gapirmadi, zo'r qilsan onasi dedi. Nimaga gapirdi bo'lmasa? Ani olib ketgan yostig'ingni olib kelib berar ekansan. Dadasi, Ha, do'kondan non olib keling. yaxshi, hozir. Men non. Pomidor olib keling salatga. Hozir tushdim-ku, nima chakmading? Ma, pomidor. Dadasi, Yana nima? tuzim esdan chiqibdi-da, o'shani ham olib kelib bering. Tuz olib kelaman, grechka olib kelaman. Sen kallang yo'q-ku bittada aytishga. Ana tuz, makaron, palov, grechka hammasi olib keldim. Ovqat tuz. Bo'ldi, hozir boshlayman. Aha. Dadasi, Yana nima? go'sht yo'q edi, shunga olib ketmagan. Qaysi restoranga borishni plan qilding? Tog'asinikiga olib boring. Yur, olib boraman. Sen bechora ovqat qilolmaysan, qo'ling yopishgan. Yur. Qani, ovqat. To'pinchasi ham zo'r ekan. Mana bu chiroqchizda fermerning ovqati. Shuni og'zingga solasan bo'ldi. Chaynash kerak emas, o'zi erib ketadi. Yaxshi joy ekan-a, ovqatlari ham zo'r ekan. Klientlari ko'pligidan ham bilsang bo'ladi, asab taomlarniki. Yo'q-e, anavi uydagilarga ham savoy olaylik. Dastlabki ham bor, bemalol olsang bo'ladi. Olamiz. Wow! Shuni $500 oldingmi? $499 skidkada ekan. $1 skidka qila oldingmi? Sen bu turishga bizani boy qilasan, unaqa skidka qildirmagansan. Vay, original вообще zo'r. $300. Mana qara, senga kim o'rgatgan skidka degan so'zni? Buni puliga dahshat ko'p narsa olsang bo'ladi-ku. Qayerdan? Bozordan. Ana, Xo'jay Jahon bo'kanchilar, shuna kirasan, ana parfum brendga kelasan, donaga desam, optim desam, hamma mahsulot topsang bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, bizda nafaqat parfumeriya, balki kelin-kuyovlarimiz uchun ham ana shunday ko'rinishdagi ajoyib mahsulotlar mavjud. Yo'q-e, rostdan. Bu yerda nafaqat lyuks kopiya, ana original individual deysam, Louis Vuittonlarimiz hammasidan bor ekan.